Xayolingizga любой bitta sonni keltiring, uni nechigadir ko'paytirib yuboring, baribir bu soatni original narxini so'mga chaqqandagi variant chiqmaydi. Va hech qaysi oddiy odam boylar Patek Philippe'ni yaxshi ko'rgandagi bu soatni menimcha yaxshi ko'rmasa kerak. Narxini videoning oxirida aytib o'taman. Bu soatning original narxi hali ham miyamda aylanyapti, chunki 31 million dollar ekan, tasavvur qilasizlarmi? Xo'p, bu soatimiz Patek Philippe brendiga tegishli A kopiya bo'ladi. Soatimizda tashqi dizaynlarga e'tibor berasizlar. Tashqi dizayni o'zini originaldan farq qiladi, lekin model bir xil. Xo'p, bu soatimizda oynalari safir bo'ladi. Korpuslari zastoshkasi nerjvishstal, ya'ni ranglari umuman o'chmaydi. Ichki siferblatda yana bitta zo'r funksiyasi bor. Bu soatda strelkaga e'tibor berib turasizlar. Zavod qilsam, shu strelka qizilga borib qoldi. Bu ya'ni soatda zapas xodi bo'ladi, qizildan ko'kka tushgunga qadar. Bu soatda tavsiya beraman kimnidir hayron qoldirish va neobishniy va hech kimda yo'q soatlarni taqish qoladigan insonlar uchun. Bu soat do'konda atigina 2 ta dona qolgan va buni sizlar bemalol katta chegirmada xarid qilsanglar bo'ladi. Narxlarni opisiyaga yozib qo'ydim. Hammalarni do'konimizda kutamiz.